haftalik Digest loyihasi. Bugun men Ikromxo'ja Sa'dullayev va hamkasbim Amina Ismoilova sizlarga universitetimiz hayotida bo'lgan so'nggi xabar va yangiliklar haqida ma'lumot beramiz. Digestni Qozog'istonga bo'lgan tashrifga doir xabarlar bilan boshlaymiz. Joriy yilning 9-dekabr sanasida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti turkshunoslik oliy maktabi a'zolari Qozog'istondagi Xo'ja Ahmad Yassaviy nomli universitetga tashrif buyurdilar. Tashrif doirasida qozog'istonlik talabalarga universitetimiz vakillari tomonidan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va turkshunoslik oliy maktabi haqida ma'lumotlar berilib, ma'ruzalar o'qildi. Xuddi shu kuni oliygohimizning bir qator ustoz va professorlari Qozog'istondagi Avezov nomli universitetda ilmiy malaka oshirishda ishtirok etdilar. 2025-yil 10-dekabr kuni oliygohimizda oliy ta'lim tashkilotlarining 2025-yildagi faoliyati va 2026-yilga mo'ljallangan rejalari haqida muhokamalar bo'lib o'tdi. Muhokama davomida oliy ta'lim muassasalarida 2026-yil o'quv jarayonini yanada takomillashtirish, raqamlashtirishni jadallashtirish, ta'lim sifati va o'qituvchilarning salohiyatini oshirish kabi masalalar muhokama qilindi. 2025-yil 11-dekabr kuni universitetimizning Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar institutida Fintech texnologiyalarining zamonaviy taraqqiyotdagi o'rni mavzusidagi ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiya davomida Fintech texnologiyalarining global rivojlanishdagi o'rni hamda innovatsion yechimlarning amaliy qo'llanishiga bag'ishlangan mazmunli ma'ruzalar tinglandi. 2025-yilning 9-dekabr sanasida oliygohimizning 9-son kuzatuv kengashi bo'lib o'tdi. Yig'ilish doirasida universitet rektori va prorektorlari tomonidan 2025-yildagi faoliyat natijalari, 2026-yildagi ustuvor vazifalar va istiqboldagi rejalar bo'yicha taqdimotlar amalga oshirildi. 12-dekabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining madaniyat saroyida Sharq yulduzi teatr jamoasi tomonidan mashhur adib Nazar Eshonqulning Urush odamlari spektakli sahnalashtirildi. Xalqaro miqyosda tahsil olish hamda tajriba almashish istagidagi talabalar uchun ajoyib imkoniyat. Vengriya davlat hukumati o'z grantini e'lon qiladi. Unga ko'ra siz Vengriyada stipendiya asosida tahsil olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, hujjatlar 2026-yilning 15-yanvar sanasiga qadar qabul qilinadi. To'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi havolaga murojaat qiling. Dasturimizda e'lon qilmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.